Bilenga assalomu alaykum. 23-may kunga shanba kunida turibmiz. Sheriklar bilan Diazalin valerianka chaqsa zapas qilib olyapmiz. Olib ketyapmiz uyalarimizni. Asosiy qismi magazin, hammasi magazin bu yerda. Bu yerda bitta ara bor, sotildi. Paputi yo'lga tashlab ketamiz. Xullas, bular hammasi magazinlar. Olgan narsalarimiz mashina. Demak, borib, xudo xolasa tog'da syomkasini ko'rsatamiz. Soat 7 bo'ldi, yo'lga chiqyapmiz. Manzilimizga yetib keldik. Narsalarni tushirdik, magazinlar, mashinalar, arilarimiz uchyapti yaxshi. Demak, tabiat bomba. Tabiat juda chiroyli. Uje mayakka palatga tikmoqchimiz, bu yerda o'tirib obed qilamiz. Atmosfera suv bor, suvni yonida biz. Demak, mana shu yerda arilarda bugun to'liq videosini qilamiz. Chiroyli arilar uchyapti. Arilar hammasi mana shu tomondan kelyapti. Mana shu tomondan bu yoqqa qarab uchyapti. Demak, uchish yaxshi. Demak, gulchan kelyapti. Arilarni hozir ishlarni boshlab ko'rsataman. Kuzatishda davom etinglar. Demak, mana shu tomon ko'proq gullagan, mana shu burchak. Demak, mana shu tomondan, mana shu yoqdan ari uchib kelyapti. Endi bir boshdan gullaveradi, oyoqlar, bu tomonlar, orqa tomonlar. Sekin mana shu tomonda o'zi sariq gullar ko'p ekan. Mana shu yoqdan kelyapti. Atmosfera maytda gullagan. Qala bor ekan, kimdir ari qo'yibdi uni. Karim joylashtirishibdi. Bugun mana sizlar bilan rosa video qilaman, maza qilib video qilib beraman dedim. Kelganimga mashitdan bo'ldi, hozir soat 4:30 bo'ldi. Mashitgacha qaradim xolos. Endi mekka keldim. Jiddiy ish ko'payib ketibdi. Ishlar qanday ko'payib ketgan? Yozib ketyapman bir boshdan, mana eski matka zo'r tuxum qo'ymayapti, yangilash kerak. Keyin ro'yga kirgan mana. Ro'y. Keyin nariyada u ikkita tosh turgan ro'y, bu ro'y. Ro'y uchmagan. Xullas, ro'ydan himoya qilish uchun bitta usul bor. O'sha usulni qilib ketyapman. Mana, bu qanaqa usul? Bitta ham bunaqasini qoldirmadim, urug'ini qoldirmadim. Hammasi mashina. Hammasi mashinaga ovqat berib tushirib yubordim. Qolgani yaxshi. Bular mana ro'ybas. Bular kuchsizroq ekan, kuchli oilalar eplalmay qolganmiz. Bu ikkita ham ro'yga ketgan. Bularda ham bor 5-6 ta. Oma ishlagan ari, rosa ishlagan. Mashikka keluvdim, shular ko'rsatib qo'ying. O'tgan safarcha ovqat berib ketuvdim. Sababi bu mashina bo'lganligi uchun, to'qish uchun. Dimaram ishdan chiqibdi hozir. Bular yangi matkalar. O'zi shunaqa qilish kerak ekan, matkasini olib tashab turib, yangi matkalarni qo'yib, babi eski matka ro'yga chiqyapti. Bugunmi, ertami chiqyapti. Mana. Bunda sal ozroq ekan. To'qiyapti. O'sha tevaga ko'tarilgan mana. Shu keyingi haftada mana maytda asali bor ekan mana. Ko'rgan bo'lsalaring, asal olinyapti.
asal уже boshlangan. Bilmadim endi sezon hali bormi, yo'qmi? Hali sezonga bormi, lekin arilarimiz уже 8 romkaga chiqib magazinga ishlayapti. Bir xil kartina. Ularda men har bir mashaqa uyalarda boqish qulay men uchun. Chaqdi bitta. Mana hammasi shunaqa. Kartina bir xil. To'qiyapti. Mana buniki u ancha to'qib qo'yibdi. Ko'pchilik aytayapti, bekka tuxum qo'ymaydimi deb. Tuxum qo'ymaydi ari mana. Gavashga tuxum qo'yibdi ari. Qolgan joyiga qo'ymaydi. Bunga chiqibdi mana. 10 tadan bitta yoki 2 taga chiqadi. Tayda reshotkasi yo'q. Sotvoy mod olamiz xudo xolasa. Tog'damiz. Hammasi bir xil. Vaziyat yaxshi. Mana. Ana. Endi olib kelishni boshlayapti. Bularni to'ldirib tashlasa kerak. Ular sekin to'qiyapti mana. Bir xil. Po'sta o'tgan yilgi arilarim endi bu yil yaxshi ishlar dedim. Pand beryapti. Men yaxshi oilalarda olib qolgan edim. Ro'y bo'lyapti. Ro'y qattiq ro'y bo'lyapti hozir. Bularda aqa-baqa qilish kerak, uni yiqilibdi. Qaramay qoppa. Ko'pini lekin bo'lib o'rganman. Mana bu ham bo'linmagan ekan. To'lib ketgan ari. Qo'ldan kelgansa to'ldirib tashlaganman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta. 3 ta mashina qo'ygan ekanman. Mana mashina to'qilgan. To'qilgan mashina. Ko'ramiz endi ro'yga kirgan bo'lsa nima qilaman? Endi bularni atvodga qilib yubora olmayman. Shuning uchun iloji boricha bitta narsa qilib iloji qilib ko'ryapmiz. Mana 3 ta romka olganman bundan ham. Mana 3 ta romka olganman. 1 2 3 ta yangi berganman, 3 taga kamaytirganman. Endi vaziyatini ko'raman. Ba'zi mana arilar yonida turibdi. Ro'ylik alomati bor bunda ham. Hali uyasini ko'rganim yo'q. Bitta ochib ko'ryapman. Bugun shanba, ertaga yakshanba. Yakshanbada ham ertalabda ko'rib juda ko'p ish bor ekan. Ulgusam endi bo'ldi. Qarashim kerak, iloji yo'q, bo'lmasa ro'yda qo'yib yuboramiz. Mana bular ham xuddi shunaqa qilingan. Zapas qilib bitta qo'yib ketganman. Oila kamaytirilgan. 2 ta mashina qo'yilgan. Yoki menimcha bu yangi uyaga o'xshayapti. Vaziyat shunaqa. Demak, uzoq joyga ketadigan bo'lsalaring, mana tog'da mana bitta yana minus tomonini aytib o'taylik. Uzoq bizga orasi arilar ro'yvi sostoyaniga kirgan. Mana lekin arilar qochmagan hali bittasi ham. Endi g'ummaylarni tortib, bir ikkitasini ustini yopib qo'yganlari ham bor. Ularni nima qilamiz? Baribir bunaqa sharoitda biz ro'yda qo'yib yuborishimiz mumkin. O'shini hisobiga qarang, endi ko'rgan bo'lsam, bu tomon polniy turibdi hali, bu tomon polniy turibdi hali. Narigi tomondan 2 ta ko'rdim xolos, bu tomoni polniy turibdi. Biz vaziyatimiz xuddi shunaqa. Shuning uchun tez ovora qoldim. O'zim yakkaman, o'rtoqlar qiyon qilib berishyapti. Ovqat o'zlariga chicha beryapmiz, lekin mana kelganimdan beri endi ikkinchisini qilyapti. Bittada turibdi. Ovqat yaxshilarga umuman berganimiz yo'q ovqat. O'zi tabiat yaxshi, tabiat kuchli. Hozir bu yil rosa ishlab borish kerak ekan. Bu yil
vaziyatni ko'ramiz. Keyingi yilga yana boshqacha bitta kamchilikni topdim. O'sha kamchilikni bartaraf qilaman. O'shunda xotirjam bo'lib ishlasa bo'laverar ekan. Hozir endi mana shu yerdan boshlab ko'rib ketaman. Menimcha mo'nga keldim shekilli. Ha, bu bitta mana shu ro'yga chiqibdi. Mana shu bitta ro'yni qo'yib yuboribmiz. Mana shu yerdan bitta ro'y chiqibdi. Mana unga kelibman. Mana shu yerni ko'raman endi. Mana vaziyat bir xil, arilar ras ishlagan. Zapas qilib qo'yib ketganman bitta mashina. Mana oqartirib tashlagan. Baribir sovuq o'shuni hisobiga kandiy qo'yib ketgandim. Mana kandiyni zapas kandiylarni olib kelgan. 3 ta kandiy qo'ygan ekanman, chunki oilaning kuchiga qarab oila 1 2 3 4 5 6 7 ta 7 ta romkada o'tiribdi. Shuni hisobiga ko'proq agar ovqat bo'lmasa bolalarni o'ldirib yuboradi. Shuni hisobiga olib, bilasiz 15 kun bo'ldi bugun kelmaganimga. Shu 15 kundan beri aralar yaxshi holatda. Oldi tomonimizga ham olib kelishibdi ari, bu tomonimizga ham olib kelishibdi. Endi bu yog'i shu kimi oilasi kuchli bo'lsa olib kelishaveradi. O'tgan safar qo'ymadim men. Ari turgan joydan qochdim. O yerda taka olib kelib qo'yibdi. Mana shu tari turibdi. Mashlar, uyalar. Bilmadim endi. Hech qancha chiqmaydi, bir 600 metr, 700 metr chiqadi orasi. Vaziyat bizda yaxshi. Arilar zo'r oblyot bo'lyapti, uchyapti. Ovqat demak kelyapti. Ko'raverasizlar, bitta zerikib olsam video qilyapman. Qo'shib bitta zo'r video chiqaramiz.